sababchi bo'lgan voliday muhtaramalarimiz, onalarimiz borlar. Sovuq beshiklarni quchoqlab katta qildilar. Bizlarni boqib, ulg'aytirdilar. Ko'pchiligimizni yaxshilik kunlarimizni ko'ra olmasdan o'tib ketdilar. Ya Rabbi, bugun duolar qabul bo'ladigan kunda qo'llarimizni ko'tarib, yig'lab turib so'raymiz. Bizi onalarimizni hech qaysini do'zaxga loyiq qilmagin. Ya Rabbi, onajonlarimizni Hadicha onamizga qo'shni qil. Ular ibodatlarni oz qilgan bo'lsalar, biz sabab bo'ldik. Bizga mehr beraman deb ibodat qila olmadilar. Bolamni boqaman deb senga yuzlana olmadilar. Endi bugungi barcha ibodatlarimizni savobini ularning daftariga yoz. Ulardan o'zing rozi bo'l, ya Rabbi. Bizlarning vujudimiz